Bu natiga 40 millionga Gentra'da yuradigan katta bolalar emas, Merc yoki BMWda yuradigan seriozniy opashkalarni kutib olamiz. O'zi qizlarga BMW yarashadimi, Mercmi? Kommentda maslahatlashamiz. Bu safar shunchaki dasturxon bezatmaymiz. Kelgan mehmonlarimizga esda qoladigan emotsiya ulashamiz. Dilapam yangi uyga ko'chdim. Uy ko'rdiga 30 ta gapdosh dugonalarim keladi. Ularni hayron qoldirishim kerak. Hammasi chetma-chet dam olib yurgan, chet elda eng oldi restoranlarda ovqatlanib menga maqtanadi. Men ularga bo'lsa qanaqa mehmon kutish kerakligini ko'rsatib qo'yaman. Sizni fokusingizga ishonaman, Parvel jon deb aytdilar. Xotiram men ularga men master-klass darslarini tayyorlab beradigan ovqatlarimni qilib beraman deb men ham ishni boshladim. Ertalabdan uy dizayniga moslab, stol posudalarimni olib keldim. Bozordagi eng zo'r mahsulotlarni shu tadbirda ishlatdik. Ishimiz ko'pligidan komandamiz bilan obedgacha tinmadik. Xullas, obedga xalq mehrini qozongan. O'zimizning milliy brend non kebobni yaqinda yana yangi Archa ko'chada ochilgan filialidan non kebob, milliy burgerlarni oldim. Bay. Oshpazlarning qo'li dard ko'rmasin. Har qatdan boplashganda non kebobni maza qilib olib kirib tashab, yana ishga qaytdik. Vola, stolimiz tayyor. Salatlarni bo'lsa qitimirlardan qilganmiz. Padachalarni qaranglar. Xush kelibsizlar mehmonlar deydigan joyiga bizani firmaning zakuska kutib oladi. Dilapamni yangi uylarini ostonasini tegdi. Issiq tandirda non bilan somsalarni yopib berdik. Suv ovqatga ertalabdan beri qaynab shira tortgan sho'rva. Orada bo'lsa issiq til bilan qazib berdik. Asos balig'isiz bu tadbir o'tmaydi. Ideal so'z garnirlar bilan padachalar qilib tashadik. Hamma xursand. Dilapam bo'lsa yorivordingiz Parveljon dedilar. Bu videoni shunaqa boyvachcha do'konlarga tashab qo'yinglar. Xizmatlar bo'lsa aloqadaman. Yaxshilikda ko'rishguncha.